mana shu yerga murojaat qilib biz darddan xalos bo'ldik. Allohga behisob shukr. Mana najot qayoqda? Davron Kamolovni so'rab kelaverasizlar. Bizlarning bugungi mehmonimiz demak O'tkir akam. Ular juda ham ajoyib insonlar. Oldindan zavodchini tanirdik, endi mana yaqindan tanishdik. Aka bo'ldik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun mana dermatolog shahrimizda ajoyib shifokorlardan biri Davron akam Kamolovning huzurlaridamiz. Endi o'tda yurdik. Yeb ichamiz har baloni, har doim dasturxonlarimiz bisyor. O'zimiz bilib bilmay noto'g'ri ovqatlanib qo'yamiz va badanda har xil toshmalar, har xil kasalliklar kelib chiqishi bu tabiiy narsaga aylanib qoldi. Kimya ko'p chunki. Mana najot qayoqda? Davron Kamolovni so'rab kelaverasizlar. Juda oson, tez, sifatli lecheniyalarni qilib beradilar. Cho'ntay bor. Hammasi yaxshi, shogirdlar ham ajoyib, qizlari ham ajoyib, xushmuomalalik, navbat ham kutmaysiz. Komfort usloviyalarda chiroyli shifo topib ketasizlar degan. Avval bosh kasal bo'lmaylar, lekin odam issiqjon mana shu yerga murojaat qilib biz darddan xalos bo'ldik. Allohga behisob shukr. Men eng yaxshi niyatlarimni shu insonga tilayman.